Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kimga kerak bo'lsa mana mohona xizmatlari. Oxir mohona bu suyda yuradigan latoga. Suv ichadigan nimalari bilan oxirladi. Har bitta molga demaxot qo'yib ketganmiz. 110 ta molga oxir qildik mohonasini. Molni yuvintirsa, cho'miltirsa, bunday suvlar mana shunday tashqariga chiqib ketadi. Bu lato borib sidigoraga tushadi. Seli so'ramiz. Selosdagi suvlari ham, namlari ham mana shunday lato bilan chiqib ketaveradi bu ham. Bu go'ngora mohonamizning tashqi ko'rinishi. Havo aylanishi zo'r. Bu yerda yo'lak qo'yganmiz. O yemxonamiz bitib qoldi. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, nomerini pastga qog'ozamiz.